Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun 7-aprel 2025-yil navbatdagi laboyimizga mana chiroyli bo'lgan ashpani qilib bo'ldik. Laboyimizning egalari YouTube kanalimizdan ko'rib obuna bo'lib, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida keldilar. Laboni hamma joylari shu mizalatsa ko'rib turibsizlar, pol qismiga ham silliq holatda tunuka ashpa qilganmiz. Poliga ham shu mizalatsa qilingan, yo'llari shu mizalatsa qilingan, hamma joylari mana konteyner pollar qo'yilgan. Qonimizdagi yuklarda ushab qoladi. Xudo xolasa bu joylarda mana peniplekslar bor. Orqasidan bu ham zarba o'shaydi. Sovuq hozirgi issiq kunlarda mana bu kabinaning ichiga o'sha narsani o'tkazmaydi, orqani tellashni oldini oladi. Yo'llar bukib qo'yilgan. Hop, mana bu joylari 1,5 sm ichkariga qaytgan, qo'lda ochsa ilmaydigan holatda bo'lgan. Akkumulyator yoniga avvalgi videoda qo'yganmiz. Sondiqlari bor. Sondiqlari 400 so'mdan 1.8 lik temir listdan yasaladi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'ida. 1 soat ichida chiroyli o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa like bosib, do'stlar, yaqinlarga jo'natib qo'ying. Fikrlaringizni bemalol kommentariyga yozib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.